Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Mana bugun haftani payshanba kuni biz Qo'qon bozordamiz. Mana naves qatorda turamiz. Joyimiz shu yerda. Xo'p, bugun yuklarimiz tugab qoldi. Deyarli qancha qolmadi. Mashinamizda ham qolmadi hisob. Inshaalloh mana Buxoroga qoplab berdik. Har safar dastavka qilib berardik. Bu safar o'zlari olib ketishdi kelib. Kel. Yo'q, bizdan emas. Uchta qopga chiroylab qoplab berdik. Jami 350 ta olishdi. Narxlarini ham misol uchun ob'yomga bu narxda bo'lmaydi. Kelishtirib beramiz. Kimga kerak bo'lsa bemalol aytishlari mumkin. O'sha qolmadi hisob. Manekenda qoldi xolos. Ko'p narsalar. Kimga kerak bo'lsa bemalol aytishlari mumkin. Sizlarga ham chiroylab qoplab chiroylab chiqarib beramiz. Sog' bo'linglar.